o'zi har doim aytaman shu mashinamga zapas kiyim, kabluklar qo'yib qo'yishim kerak deyman. Shu qo'lim qichib olib kirib ketaveraman uyga kelganimda. Bugun shunaqa kerak bo'ldi. Xorazmdan aniqadan tushib, samolyotdan tushib, to'g'ri tadbirga ketishim kerak edi. Uning ichida yana bitta reklamam bor edi-da. Voy, men buni uyimdan emas, jiyanimga berib yubordim yaqinda-da. Mana shu ustimdagini olmazda qilib kiyasan deb berib yubordim, telefon qilib qaytarib berib yuboringlar deb. Dastavka qildirdim, nima qilaman boshqa, to'g'rimi? Shunaqa qilib tadbirga kiydim. O'zimga nasib qilgan ekan. Endi yana beramanmi yo'qmi o'ylab ko'raman. Xullas, biz tadbirlarni o'tkazib oldik, reklamalarni o'tkazib oldik. Uyga borib 1 soat bo'lsa ham uxlamasam bo'lmaydi. Bugun undan keyin yana 3 ta reklamam bor. Barakasini bersin.